alayhi vasallamda amakisini o'ldirgan vahshiy kun kelib musulmon bo'ladi. Islomni qabul qiladi. Lekin vahshiy musulmon bo'lar ekan, islomni qabul qilar ekan, bay'at berib Makka fathidan keyin musulmon bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bay'at berganda payg'ambarimiz alayhisalom aytdilar: "Ey vahshiy, bay'atingni qabul qilaman. Musulmon bo'lguni ko'zimga ko'rinmadi" dedi. O'zi asli musulmonga eng katta jazo shu edi. Nimagaki Sayyidimiz sollallohu alayhi vasallam bilan bir zamonda yashab, uni suhbatiga aralasha olmaslik, yuzini yashirib qochib yurishlik juda katta azob jazo edi. Vahshiy shu jazo bilan jazolandi. Nima uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vahshiyga shunaqa qildilar? Vahshiyga shunaqa azob jazoladilar. O'zi aslida bu jangda musulmonlarning mag'lubiyatiga sabab bo'lgan asosiy jangchi Xolid ibn Valid edi. Otliq qo'shin bilan musulmonlarga bergan aziyati bilan musulmonlar mag'lubiyatga uchradi. Mushriklar g'alaba qozondi. Xolidda asosiy tadbiri bo'lgan bu yerda. Lekin payg'ambarimiz alayhisolatu vassallam Xolid ibn Validni musulmon bo'lganidan keyin islom qo'shiniga sarkarda qildi, rahbar qilib qo'ydi-da. Vahshiyning yuzini ham ko'rmaydi dedi. Nima uchun shunaqa dedilar? Sababi shu ediki, Xolid ibn Valid musulmon qo'shinini ustiga ot haydab kelar ekan, hayqirib qilichini o'ynatib kelib jang qildi. Vahshiy qanday qildi jangni? Hazrati Hamzani orqasidan poylab borib, zimdan turib nayza otdi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vahshiyni kechirmadilar. Bu yerda bir nasihat bor. Birodarlar, shunaqa do'stlar borda, yoningizda kulib turadi-da, orqadan ish qilib qo'yadi. Shunaqa dugonalar ham bor. Orqadan ish qilinadiganlar dinimizda kechirilmaydi deyapti vahshiyning misolida. Alloh azza va jalla ham orqadan ish qilib yuradigan bandasini azobini qattiq beradi, birovlar. Orqadan ish qilishlik bu vahshiyning yo'li bo'ladi. Vahshiy panadan borib nayza otgani uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vahshiyni kechirmadilar. Orqadan ish qildi. Agar vahshiy ham yakkama-yakka olishuvga chiqqanda payg'ambarimiz alayhisalom vahshiyni ham kechirib yuborardi. Orqadan ish qilib bo'lmaydi musulmon odam. Endi qaranglarki, Uhud jangida mana shunaqa musulmonlarning mag'lubiyati bilan yakunlangan mashhur janglardan bittasi mana shu joyda bo'lgan va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Uhud haqida nima uchun ko'p hadislar aytdi? Uhud tog'i haqida ko'p yaxshi bisyor gaplarni aytdi. Nima uchun? Odamlar Uhud jangida Rasulullohda tishi singan, musulmonlarning qoni to'kilganini shu joyda yomon ko'rib qolmasin dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, ko'rdingizmi? Qanaqa go'zal zot. Uhudda Rasululloh tishi singan deb odamlar shu joyga kelganda Uhud tog'ini yomon ko'rmasin deb, Uhud tog'i bizlarni yaxshi ko'radi, biz ham Uhud tog'ini yaxshi ko'ramiz deb qo'ydilar. Shunaqa bizning dinimiz hattoki tog'larni, daraxtlarni ham sha'nini himoya qiladi. Odamlar bu yerda tursin, dinimiz shunaqa mukammal, insonparvar din. Hurmatli hojotalar, hojonalar, boyagi odamning qissasida bir narsa hayolimga kelib qoldi-da. E'tibor bergan bo'lsanglar, ana shu qissani bir tarixda eslasanglar, Odam alayhissalom jannatda Havvo onamiz bilan yurganda daraxtning mevasini yedi-ya. Daraxtning mevasini yedi. Alloh azza va jalla bu daraxtning mevasini yemanglar degandi. Shayton kelib nima dedi mamma Havvo onamizga? "Ey Havvo," dedi. "Bu daraxtning mevasini yesanglar farishtaga lanib qolasizlar," dedi. "Jannatda abadiy qolib ketasizlar," dedi. Bir odam edi, farishta emasdi. Aqli bor edi. Shuni yesak farishta bo'lsak, qolsak qolib ketaylik deb turib, erini borib turib, Havvo onamiz nima qildi? Shuni uzib bering, shuni yeymiz deb oxiri keyin Odam alayhisalom shu daraxtning mevasini uzdi. Shu yerda ko'p masalalarda erkaklar aytadi, "Noshkur men ayolim," deydi. "Hamma sharoit qilib qo'yganman-u, shunda ham dedi noliydi," deydi. Shuni aytaman-da, yomon demang. Yomon demang ayollarni. Nimaga bilasizlarmi? Ayollarda bu qonida bor, tabiatida bor. Jannatda mukammal joy bormi? Jannatda tashvish, g'am bormi? O'choq qilib ovqat pishirish bormi jannatda? Ana shunaqa
go'zal bir sharoitda Havvo onamiz nima dedi Odam alayhisalomga? Daraxtning mevasini uzing dedi. Jannat qilib shu dunyoda ayollarga sharoit qilib bersangiz ham bular bitta kamchilik topadi. Chunki bularning qonida bor bu narsa. Shuni tushunib olishimiz kerak. Shuning uchun erkaklar ularga zulm qilib bo'lmaydi. Sen noshukursan, sen nega unaqasan deb urib so'kib bo'lmaydi. Nimaga? Chunki bularning qonida borligini erkak kishi his qilish kerak, tarixni bilish kerak. Sabr qilish kerak. Ha, gapirishdan foydasi yo'q. Endi qarangki, Odam alayhissalomda shu yerda qissasida bir nasihat bor. Yaxshi joyi endi kelyapti. Ya'ni ular daraxtning mevasini yeganda qanaqa holatga tushib qoldi? Avratlar ochilib ketdi. Ya'ni ularning ko'zidan parda ko'tarildi. Parda ko'tarilar ekan, Havvoni avratlari ochilganini ko'rgan Odam alayhissalom birinchi qilgan ishi nima bo'ldi? Shatta daraxtning barglarini yuldida Havvoni avratlarini yopdi. Ayoli o'zini ham avratlarini yopdi. Odam ishi nima ekan? Hojigalar, odam ishi yopish ekan. Shayton ishi nima ekan? Ochish ekan. Hojigalar, bu qizlarga, nevaralarga, kelinlarga ko'ylak olib beryapsizlarmi? Ana shu ko'ylaginglarda avratlarini yopig'ini tanlab olyapsizlarmi? Sizlarda odamda nimasi bor? Tabiati bor. Ya hali bu yoshda bu. Hali erga tegsa o'zi kiyintirib oladi deb turib kalta olib beryapsizlarmi? Sizlarda hali shaytonning nasibasi bor ekan. Erkaklar ayoliga, qiziga olib beryapgan ko'ylagini o'zida uni nasibasi odamdanmi, shaytondanmi bilib olsa bo'ladi. Shaytonning ishi ochish, odamning ishi nima ekan? Yopish. O'shaning uchun ayollarimizni, qizlarimizni, nevaralarni kiyintirayotganda avratlarini yopib qo'yaylikki, nasibamiz odamdan bo'lsin, shaytondan emas. Endi inshaalloh hozir Qiblatay masjidiga ziyoratga yuramiz. Xudo xolasa Qiblatay yurishda ozgina suhbat qilib, inshaalloh Qiblatay masjidi haqida sizlarga ajoyib qissalarni, o'sha yerda bo'lgan voqealarni gapirib beramiz masjidda. Hurmatli hojotalar, hojonalar, Madina Munawvarada yurganda mana bu sahobalarning hayotlari haqida, sahobiy ayollarning hayotlari haqida, Sayyidimiz sallallohu alayhi vasallamning hayotlarida bo'lgan voqealar haqida suhbatlashgan foydaliroq bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Bani Mustaliq g'azotiga chiqqanlar. Qaranglarki, islom tarixida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qatnashgan janglar g'azot deyilgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qatnashmagan janglar sariya deyilgan. Va Bani Mustaliq g'azotiga Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'zlari bosh bo'lib borganlar. Ya'ni Bani Mustaliq qabilasi musulmonlarni tormor qilamiz deb qo'shin yig'ayotganini xabarini eshitgan Payg'ambarimiz alayhissalom Oysha onamiz roziyallohu anha o'zlariga hamroh qilganlar va sahobalar bilan Bani Mustaliq g'azotiga safar qilganlar, urushiga. Va Bani Mustaliq g'azotiga borayotgan paytlarida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning mo'jizalari bo'lardi. Ya'ni Payg'ambarimiz alayhisalom bir oylik yo'ldan bir joyga urush qilganini, ketayotganini eshitgan dushman tomonidan Alloh azza va jalla qalbiga qo'rquv solib qo'yardi. Hali kelganlari yo'q. Hali yetib bormadilar, lekin dushman tomonidan Alloh yuragiga qo'rquv solardi. Ular Payg'ambarimiz yaqinlashgan sari ularda nima? Xotirjamligi yo'qolib, qo'rquv chulg'ab olardi. Bani Mustaliq g'azoti ham xuddi shunaqa bo'lgan. Bu yerdan ozgina kamon otish bo'lgan. Bitta ikkita kamonlar otilgandan keyin Bani Mustaliqning erkaklari jang maydonidan tashlab qochib ketib qolgan. Qochib ketib qolgan paytida Sayyidimiz sallallohu alayhi vasallam ana Bani Mustaliq qabilasini o'ljalarini asir qilib, ayollarini ham o'ljalarini ham yig'ib olib ketgan paytida Bani Mustaliq g'azotining raisini, oqsoqolini qizi Juwayriya onamiz Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga ayol bo'lgan. Sayyidimiz sallallohu alayhi vasallam Juwayriya onamizni nikohiga olganlar. Ana shu yerda bir go'zal tadbirlarning orqasidan bu qabiladan asir tushgan asira ayollarni asir qilib olgan sahobalar ham biz endi Rasululloh bu qabilani qizini olgandan keyin biz qarindosh bo'lib qoldik, endi bularni biz qanday asir qilamiz, bular bizga quda bo'lib qoldik deb hamma ayollarni ozod qilib olgan. Asir bo'lgan ayollarning ozod bo'lganini ko'rgan ularning erkaklari
bu din haq din ekan, bu oshnolik din ekan, bu bir-birini avaylash din ekan, dilkash din ekan deb islomni qabul qilib, hammasi musulmon bo'lib ketgan. Musulmon qo'shini muzaffar bo'lib Madinaga qaytar ekan, yo'lda yarimiga o'tganda Hazrat Umar roziyallohu anhuning xizmatkorlari, qullari bir ansor madinalik sahoba bilan bahslashib qoladi. Haligi ikkalasining o'rtasidagi bahs janjalga aylanib ketganda Hazrat Umarning quli ansor sahobani bir urib boshini qonatib yuboradi. Ana endi bu boshidan qon chiqib turganini ko'rgan munofiqlarning sardori Abdulloh ibn Ubay ibn Salul yugurib kelib turib aytadiki, qo'shinning o'rtasida ansor sahobalarga, madinaliklarga: "Bu munofiqda mana ko'rdilaringmi?" deydi. "Senlar makkaliklarni uyingni yarmini berding, dunyoingni yarmini berding, hamma narsangni bo'lib berdilaring, Muhammadning gapiga kirib, ana endi bular o'zlari bu yerda turib senlar qullari ham urushni boshlab yubordi" deydi. "Endi dedi, hammamiz dedi, Madinaga borsak dedi, azizlar dedi, Madinadan xorlarni surib chiqarib yuboramiz" deydi. Shu gapi bilan nima deb qo'ydi? O'zini aziz deb yurib, Sayyidimiz sallallohu alayhi vasallamni o'z zotga ergashib kelgan sahobalarni xor deb yubordi-da. Ana shunda bu gap qo'shinning orqasida tarqalib orasida Rasululloh quloqiga yetib bordi. Nechtar ekanlar, Hazrati Umar roziyallohu anhu o'shda turdi. "Ey Allohning rasuli" dedi, "Buyuring, bu munofiqni hozir boshini uzib olib beraman sizga" dedi. Qilichini mahkam ushlab turibdi. Hazrati Umarning qilichi qinidan chiqsa, bosh uzmasdan qaytib kirmagan joyiga. Shunda Hazrati Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hakimlik bilan Hazrati Umar to'xtatib qo'ydi. Endi Muhammad